Aliment qaysi manbalardan ushlab qolinadi? Aliment ish haqi, nafaqa, ya'ni pensiya yoki stipendiyadan. Agar hech qayerda ishlamaydigan bo'lsa, ishlamasam demak aliment to'lamayman degan tushuncha bu noto'g'ri, chunki ishlamasa ham agar daromad manbai bo'ladigan bo'lsa, masalan aytaylik, mulki bo'lsa, mashinasi bo'lsa yoki boshqa daromad manbai bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha daromad manbalariga ham qaratiladi. Endi bizning qonunchiligimiz bo'yicha agar rasmiy ish joyi bo'ladigan bo'lsa, Majburiy ijro byurosi tomonidan o'sha ish haqiga qaratib beradi. Agar hech qayerda ishlamaydigan bo'lsa, ishsizlar stavkasi bo'yicha o'zi qonunchilikda belgilangan miqdorlar bor, o'sha miqdorlar bo'yicha undirib boriladi. Bolaning huquqi qonun bilan ta'minlangan, o'shaning uchun aliment to'lovidan bosh tortishda umuman iloji yo'q.